Konteynerga ketamiz ishga. Elizabet. Nakranimiz. Bog'laman ishga. Kam bilan birodar bir ikkita narsalar eshik ochishga. Tang o'yasizda. O'zbekiston bayrog'i. Bir ikkita ular ham yeb o'tiramiz. Kamchatka eshikka ketar ekanmiz orqaga, ichkariga. Buma. Yo'l davomida video ko'rsatib ketamiz sizlarga. Like'larni bosib qo'yinglar. Spark yengil boshlaymiz. Hadi ketdik. Qisqa yo'l Kamchatkaga mahalladan. Yo, mahalladan chiqib ketish. Kamchatka glavniy yo'l. Mana. Bosaveramiz. Kamchatkani oxiri. Biz chapga ketarganmiz. Kelganmikan? Telefoni yo'q. Yo'q. Kranimiz 16 tonnalik. Mashinamizga kichkina. Kamchatka chap tarafdagi ko'cha. Anta kran borgan, kichkina sariq turgan. O'shani ortib borar ekanmiz. Ha? Ha. Margat qo'yatib uyda qolsin. Stanovkasini o'zim qo'yganim hisobiga videoga ham olishga vaqt qarashib olish kerak. Shuning uchun sразу stanovka qo'yib video olaman. Mana relisi. Bu anu tepadan anuga qarab turmas ekan, relislik ekan, yurar ekan. Umriyani bir yo'l yuzi hali shalanda nafmas ekan. Old tarafi. Hali yana ishga ketishimiz kerak qo'yliqqa. Mana bu ekranimiz o'tiladigan. Umriyani degandek bir yo'l soat kabinasi. Hali shalanda nafmas ekan. Kutib o'tiramiz endi 1 soat, 1,5 soatdan beri. Bu kabinasiga ichkarida arling qilib tashlagan ekan. Kirib videoga ham olib chiqardim o'zi. Mana bosh tarafi. O, burchaga kirib qolibdi hozir tortib olganda. O'zim oyoqlarimga ham tikon kirib ketdi, tikon to'laygan. Kran ko'tarilyapti lekin. Ko'tarilishi. Bu hali kam yana. Bu chiqazdilar ancha, yo'l o'tamiz. Mana chiqdi boshi. Pastdagisiga ilashib qo'ygandim menga. Kirib qoladi uchi.
Hozir men yana bitta qarashib olib, keyin yana videoga olishga ulgurishim kerak. Mana ortib bo'ldik. Nima ko'taryapti deb so'raganlar uchun. Protivoves. Boyagi kranniki. Yaxshi. Ya хороший крановщик. 5 baho. Ancha muncha og'ir ekan. O, turgan joydan tortib oldik, vanudan. Нормально, baribir. 6 tonna chiqsa kerak mana. Shunday ham qiynalib ko'taryapti. Hani sekin mana. Хорош. Buni svashi zoda ekan. Buni ham xuddi shunaqa tortib olamiz. Tortmasa seli ko'tarib bo'lmaydi. Sal o'ziga yaqinlashtirib oladi uni. Bu kichikasini ilgan mana sudrayaptilar. Lekin bu yoqdan kirana ko'tarilyapti. Bo'ldi. Shaharlandagi anti temirroq to'rgandan keyin video qila olmadim, chaqirib qo'ydilar. Mana bu to'rtburchak, mana shu to'rttalasini yechdim-da, osh almashtirdi ichidagi salnigini. Moy qo'yib yubordi. Mana yana moy qo'ygan hali. Hozir o'shani alishtirganimizdan keyin qo'yib yubormayapti moy. Buni ham tuzatish kerak. Mana uni bu yoqqa tortib qo'ydik, ikkalasini bu yoqqa qoldik. Endi yana bitta shalanda kelishini kutamiz. Ha, ikkitasi keldi. Ikkita keldi. Ketma ket ikkita keldi. Da, oxiri bo'lib qolgan. Mana shu ikkalasiga ortamiz. Вообще. Ancha taqlab tashladik. Mana nimalari qoldi, ikkita bitonlar. Ustim dabdalasi chiqib ketdi, tikonlar ichida yurib. Nima ham deysiz? Ketdi bu. Orqasidan biz ham chiqib keldik. Chamon jonmasa qo'ydi. Bismillahirrahmanirrahim. Yo'lga chiqdik. Probka ham boshlandi. Probkani sababi nima ekansa, chorrog'ida Kurantega Nexia kirib ketibdi. Yaqinroq borib video bilan ko'rsataman. Men Nexia urgan qanday qondalar ko'p. Nexia'ni urib bu yoqqa olib kelgan, menimcha. Mana tiyib turibdi. Mana qaranglar. Yetti. O'ng tarafida yana bitta o'jatibdi. Ana babasi, ana televizor, mana televizor. Probkani assalomu alaykum. Kim edi u bilmayman bo'lib. Shunaqalari ham bo'lib turadi yo'lda, ehtiyot bo'lamiz shuning uchun.
yetib ham keldik hozirda. Yetib keldik. Ana bizning yukimiz. Mana shu mashinada. Toshkent Metal. Hozir yukimiz qanaqaligini ko'rsataman sizlarga. Nima ekan? Uголник. И armatura pachka, bu yerda yana bitta uголник. Tez bo'ladi ular. Mana bular endi nimaga kerak deb so'raganlar uchun boru, mabodo qiziq bo'lsa, hali videoda ko'rsatib o'taman. Mana shu nimaga qo'yilishini. Kim endi? Bizani galimizmi bular kirib olarmiganlar? Lekin zillariga gap yo'q, qichiq qilib qo'yganlar shalandalarni. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Hozir общий obzor ko'rsataman. Ashnaga shalandi. Bu yoqda bizaniki. Ishlashni ham boshlab yubordik. Ketdi. 5-ikkitasi, 3tasi yo'lga tushar ekan, qolgani yo'l nariga o'tadi, bazasi bor. O'sha yerga tushadi. Bazaga. Hozir ham o'yna tarpetkalarni bitta surtib qo'yaman. Bitta ko'rsatamiz keyin. Kameramiz xira bo'lib ketdi, Redmi, lekin kech ham tushdi. Biz ham mana orqa tarafga keldik. Baza bu. Boyaga Toshkent Metalli bazasi shu bo'ladi. Yo'l nariga bitta. O'ynalarni qichqirib surtib qo'ydik, chiroyli qilib. Lekin buni hech kim bilmaydi. Ikkita pachka armatura, mana shuga tushsa kerak. Oxirgisi. Shu bilan ishimiz ham tugadi. Mana akani avrodniki yonmay qolibdi. Tek Mana shu. ishni bitirib chiqdik. Akalar, videoni shu joyda to'xtataman. Kranni bitirib bo'ldik. Bu yoqda endi aka bilan yetib olamiz deb inshoollah bilan yuklayapti. Teatrmi? Hali sizlardan like'larni bosib qo'yib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlarning arzimagan like'lar biz uchun katta motivatsiya.